Doktor Begzod Halilov Londonning qoq markazida kayf qilyaptilar. Anu havoga qarab turib, pozitivlik. Alhamdulillah, Allohim o'zingiz shukr. Boshqacha ehtiros. Kim nima deb o'ylasin. Mamlaketimizning tilimizda, dilimizning tilimizda. Alhamdulillah. 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 Kim yaxshi niyat qilgan bo'lsa, yetsin niyatiga. Kelsin, bir haftaga bo'lsa ham aylanib kelsin. Alhamdulillah. Always welcome, Dr. Begzod Halilov, Bread Film Show. For close ones, dear friends, customers of Bread Film Show, always welcome our shops. England, London, Piccadilly Circus, November 2025. Bread Film Shop do'konlarimizni kutamiz. Doimo xush kelibsizlar, yaqinlar, qadrdonlar, speciallar, maxsuslari sizlar uchun Angliya, Londondan boradi. Hurmat va ehtirom bilan Dr. Begzod Halilov, Allohimiz bilan yengilliklar qilishda davom etamiz. Hurmat va ehtirom bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Special o'chirmang. Davom etamiz. Albatta Aliboy ekan. Maxsus. Havo zo'r bo'pti. Tinu. Toza havo. Tanga davo. So'tanda sog'lom aql. Ko'rmagan ekan, tepaga qaramagan ekan. Yengilgina sayr, yengilgina tamaddidan so'ng. Noyabr 2025-yil. Maxsus vibe, pozitiv, energiya, motivatsiya, special, maxsus vibelar, emotsiyalar. Yoqishga yaraveradi, ko'chalar toza, juda ham toza havo. Oshpaz restoranida taomlangan yengilgina sayr. Mashinani stankiga qo'ygan holda yengilgina piyoda sayr. Ha, stomatolog birinchi tishiga qaraydi-yu. Maxsus. Alhamdulillah.